Dunyodagi eng oxirgi ko'mirilayotgan poyezdning nati kelgan bilamsizlar qardoshlar. Mao sizlar ko'rayotgan xaroblik bo'lsa, Qumulninki Taranchi bozori. Ya'ni hozir Xanzucha Sandovling deydigan. Aslida yani burun qismi Taranchi. Mao xarobalik 1960-yildan 1990-yilgacha indayin gullangan ya. Shu vaqtdagi aholining o'ltirgan rayoni keyin yangi rayon ko'chib ketib tashlanib qolib qolgan qardoshlar. Mush joyda Abnur rayonimizdagi eng cho'ng üstü uchuq ko'mir koni bor. Shu kan ishchilari, kandagi xizmatchilarningki shu vaqtdagi turgan uylariga Mao. Bu yerga men nima ish keldim desanglar, shu Jungodagi eng oxirgi ko'mir olmaydigan poyezdningki mangan holatini ko'rib olish uchun keldim. Sizlar ham ko'rib beqinglar. Ovozli gapni to'xtatdim. Mani boshqa ko'rolmaysizlar, juma bolalar faqat Qumulning Sandovling bilan bakkan. Shu sababli paydan 2 kun vaqtni ajratib men mushahadash poyezdni ko'rman deb og'irlab yuribdim. Maqsadim sizlarga ko'z tutish. Amsi men hozir shu poyezdning manga yerlarini qo'yib beraman. Men yaxtug'anlar go'nji qo'ysanglar bo'ladi. Juma qarindoshlarim.